Ko'zingizga qarab chiqmaysizmi? Uzr aka. Ozgina ko'rmay qoldim. Mashinangizni ko'rdim. Menga yoqdi, yomon emas. Endi men ozgina kraskalarni tushunmayman. Endi meni soham emas-da. Bitta kassapraf yaqin og'aynim bor. Hozir chaqiraman. Farqi yo'q, chaqiring. O'rta, siz o'zi ukamga bitta mashina ko'ryotgandim. O'shanga bir ozgina kraskasini ko'rib berish kerak edi. Men o'zim borib ko'rib beraman. Sen menga lakatsa tashab qo'y. Xo'p. Ana aka, og'aynim o'zi yetib keldi. Hozir bitta ko'rsin-chi. Qara. Ukamga mana shu mashina olib bermoqchi edim. Akamlar bilan gaplashdim, kraskasi toza dedilar. O'sha bitta o'zi yaxshilab ko'rib bersa, ay ma'qul kelsa aka bilan baraka qilardim. Bo'ldi, o'rtoq, hozir ko'rib beraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? O'rtoq, mashina yomon emas. Zo'r. Akamlar aytganlaridek kraskalari ham top-toza edi. Bo'lmasa mashina bizga ma'qul. Boy sizlar kelishgan pulimizga baraka. Ha, yetgacha. Ay qara. Pasportni oldingdami? Ha, nega o'rtoq, tinchlikmi? Voy, ha, tinchlik oldingdami? Yonimda bezdaki men yurmayman-ku. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Bor, olib kishini mashinangdan. Ish bor, bora qol. Mana pasport. Mana men pasport. Mashinani mana shu og'aynim nomiga o'tkazib berasiz. Kelishdimi? Kelishdik. Alloh barakasini bersin bo'lmasa. Barakasini bersin. Jigar. Tabriklayman. Men hayron bo'lsa.